Kozimxon aka, qancha ko'p pul topsam ham baribir yetmayapti. Nima qilsam bo'ladi? Pulingiz ko'payib, barakali bo'lishini xohlasangiz, men 3 ta tavsiya bergan bo'lardim. Birinchisi, har bitta ishingizda birovning haqqi sizga o'tib ketmasligiga amin bo'ling. Shundoq qilingki, kerak bo'lsa siz ko'proq bering, lekin u odamning haqqi sizga o'tib ketmasin. Bu sizning xodimlaringiz bo'ladimi, biznes partnyorlaringiz bo'ladimi? Amin bo'lingki, birovning haqqi ko'pmi, kammi sizga o'tmasin. Ikkinchi beradigan tavsiyam, topayotgan pulingizni, daromadingizning bir qismini davomiy xayriyaga ajratib turing. 5% bo'ladimi, 10% bo'ladimi, 1% bo'ladimi? Ya'ni bu narsani davomiy qilib tursangiz, Xudo xolasa ishingizda baraka bo'ladi. Xayriya qilishda boy bo'lishni kutish shart emas. Topayotgan ozgina pulingizning bir kichkina qismini ham xayriya qilib, ishingizda barakaga erishishingiz mumkin. Uchinchi tavsiyam, hayotda yolg'on gapirmaslik sizni asosiy tamoyilingiz bo'lsin. Xodimlar bilan bo'ladimi, sheriklar bilan bo'ladimi, mijozlar bilan bo'ladimi, hech qachon yolg'on aralashtirmang. Rost gapni gapirishingiz sizni ziyoningizga bo'ladigan bo'lsa ham, Xudo xolasa bu sizga ko'proq baraka keltiradi. Shuning uchun hech qachon yolg'on ishlatmang, doimo rostgo'y bo'ling. Rostgo'y bo'lishingiz nafaqat sizni barakangizni oshirishi, balki biznesda sizga bo'lgan ishonchni ham oshiradi. Hozirgi kunda brend degan narsa juda ham ko'p gapiriladi. Brend o'zi nima degani desangiz, bu ishonch. Odamlar sizga ishonsin, siz bilan ish qilish mumkin. Siz hech qachon birovning haqqiga xiyonat qilmaysiz, yolg'on aralashtirmaysiz. Ana o'shanda Xudo xolasa sizning ishingizda baraka bo'ladi, mijozlaringiz ham ko'p bo'ladi.